6-sentyabr akvariumlarni obzor qilishni davom ettiramiz. Ikkinchi videomizni bundan taxminan 1,5 yil oldin Ruslan akam bilan mana shu akvariumni zapusk qilganmiz. Zapuskdan keyin o'zlari servis qilib, o'zlari o'stirib, qarab yuribdilar. Bugun akvariumni obzor qilgani keldik. Ruslan akam bilan ozgina suhbat quramiz. Assalomu alaykum Ruslan aka. Va alaykum assalom. Amir Said, yaxshimisiz, suvmisiz? Yaxshi, rahmat. Xo'sh, akvariumingiz to'g'risida qisqacha ma'lumot bersangiz. 1,5 yil bo'ldi. Akvariumga 2024-yil, adashmasam agar, shu yanvar boshida zapusk qilindi. Sizlardan olingan bu yerdagi toshlarning hammasi, istesnami korallarning hammasi sizlardan olingan. Qilinadigan ish bu akvariumda asosan faqat podmena bilan ishlandi. Olforif dalivka qilinib turilardi, karbonatni jozkisi ko'tarish uchun. Boshqa hech qanaqa narsa qilinmagan ham yo'q, dozing hech narsa yo'q praktически. Xo'p, hozir ko'rib turibmiz, akvariumingizda mix, ya'ni SPS ham bor, LPS ham bor, soft ham bor. O'zingizga qaysi biri ko'proq yoqadi? Bu narsani endi to'g'risini aytsam, aytish noto'g'riroq bo'lsa kerak, SPS yoki LPS yoqadi. O'zi har bitta koral o'ziga yarasha, o'zini chiroyi bor, o'zini ranglari bor, spektrlari bor. Shuning uchun har bitta koral o'ziga yarasha o'sish jarayoni ham bor. Buni sekin shu akvariumni qarab yurgan paytingizda sekin tushunib borar ekansiz. Shuning uchun men hozirgi kunda ayta olmayman, qaysi biri menga ko'proq ma'qul bo'ladi, qaysi biri ko'proq ma'qul emas. Sababi ikkita spektr bor, ikkita spektrdan hammasidan ham bor, shuni ko'rib tursiz. Shuning uchun ikkalasi ham yoqadi menga. Xo'p, o'zi ko'pchilik aytadi, mix boqish, aralash boqish qiyin deb. Lekin hozir mana sizda ko'rib turibmiz, ancha yaxshi o'zini his qilyapti korallaringiz. Suvni parametrlariga keladigan bo'lsak, suvni podmenasiga keladigan bo'lsak, qanchada podmena qilyapsiz? 1,5 yillik akvariumda qanaqa parametrlar taxminiy ushlab turibsiz? To'g'risini aytsam, boshida rosa boshim qotardi shu anaqasi bo'yicha, suvni test qilish bo'yicha ham, fosfatini ham, kalsiy, magniy, karbonatni jozkost, естественно, solyonost temperaturalarini tekshirib turib, shuni hammasini kontrol qilish bo'lardi. Kerak bo'lsa vaqt kelganda через день ham parametrlarni tekshirardim. Keyinchalik o'rislar aytgandek, ruka nabивается сама по себе deydi. Shunaqa bo'lgandan keyin to'g'risini aytsam, umuman hozirgi kunda parametrlarni tekshirayotganim yo'q, sababi men уже приблизительно vizual akvariumni o'ziga qarab turib, korallarning состоянияsiga qarab turib men bilaman, qaysi parametr nima kamayib ketayotganini, nima qilayotganini. Ну, podmena основной bu yerda katta rol o'ynaydi. Har hafta podmena bo'ladigan akvarium bu. Har 6 kunda, 7 kunda где-то bir 500 litr hisob oladigan bo'lsak, bu akvariumda где-то 60 litr podmena suv bo'ladi har hafta. Parametrlariga aytayman, oxirgi payt umuman tekshirayotganim ham yo'q. Уже на взгляд я смотрю, я не бегу, как говорится, за цифрами. Nomerlarga qiziqmayapsiz, stabilnost ushlab turibsiz. Stabilnost, да. Xo'p, akvariumingizning razmeri 1,5 metrga 60, balandligi 50. Да. 500 litrlik deysiz. Chiroq ikkita radion G6 Blue adashmasam. Да. Endi balularni turiga keladigan bo'lsak, ikkita Nemo, bitta Six Line Wrasse bor ekan, ya'ni Guban, bitta Damsel, bitta Chromis, ikkita Jardani suzib yuribdi. Bularga qanaqa ratsionda ovqat berasiz? Bularga qanaqa ratsionda? Ertalab va kechqurun beriladi. Ko'pincha bir xilida bir mahal ham berish mumkin. Unaqa ovqat ko'p akvariumga berilmaydi, sababi ko'proq bu narsa parametriga o'ynab ketishini hisobga olgan holda, shuning uchun yetarli ovqatini yeydi bular. Ko'rib turibsizlar, hammasi yaxshi suzib yuribdi, hech qanaqa qanaqasi yo'q. Даже dori ham plotnенький bo'lib yuribdi. Kuniga 2 mahal. Da, 2 mahal. Endi hozir mana o'rtada turgan JSP'ni, misol uchun shaxtaga ekkaningizdan keyin taxminan qancha vaqtda mana shunaqa o'sib chiqdi? To'g'risini aytsam, bu JSP pastda turgan ikkita JSP turibdi. O'shanga o'xshagan dumaloq flashkada edi. O'sha dumaloq flashkadagi JSPni devorga yopishtirdik. Keyin sekin ko'payishni boshladi. Yoniga ikkinchisini yopishtirdik. Xullas, mana shu holati hozirgi kunda yanvar oyi 2024 dan hozirgi kungacha mana shu holatga keldi bu. Salkam akvarium bilan yoshi bir xil ekan. Bir xil. Korallarning ham yoshi, hamma narsani bu yerda yoshi bir xil. Даже elementarni ham sarkatik fitonni ham oladigan bo'lsak, boshida kelganda mana shunaqa dumaloq, где-то bir 5 santimetrlik diametrda edi.
И естественно zoontuslar ham hozir hammasi koloniya bo'lib ketgan. Koloniya bo'lib ketgani sababi bularni boshida bir-biriga umuman hech qanaqasiga zich joylashtirgan emas edim. Alohida edi. Zoontuslar ham shu 4 ta 5 ta dona har bitta flajokda 4 ta 5 ta donadan edi. Hozir har xil zoontuslar turibdi bitta, har xil rangli. Sekin o'zligi joyiga qarab turib, tichenani ko'rib, o'zligi nima edi, koloniya bo'lib, katta bo'lib o'sib ketishdi. Endi gapni ochig'ini aytaman, rasta zoantus ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zi juda ham qimmatda. Bir vaqtlar bitta dona polipiga 50 dollardan sotilgan. Lekin men hali hech qachon bitta akvariumda taxminan 500 taga yaqin kallani ko'rmaganman-da. Shunga juda ham hayron qoldim. Milka setaporalaringiz bor ekan, bambamlar bor ekan, saypasteriyalar bor ekan, chalislar bor. Juda ham o'zini yaxshi his qilyapti. Endi kelgusidagi rejalar qanaqa bu akvariumga hozir? Kelgusida bu akvariumga lishni endi nagruzka qilmaslik основной. Mana shu hozir turgan sostoyaniyasida o'zi ko'payyapti. Даже efililar ham mana ko'rib turibsiz, koloniya bo'lib katta bo'lib ketyapti. Nur tushadigan joy ham qolmayapti ularga. Sekin o'rin katta koloniyalarni berib, o'rniga kichkina koloniyalarni olib turib o'stirish, ko'paytirish. Hozir bu efiliz bitta dona, ikkita dona kalladan 1,5 yil davomida shunaqa o'sib chiqqan. Qarang, elementarni mana shu efiliyani oladigan bo'lsak, ko'rayotgan bo'lsangiz, bundan bitta turibdi mana bu. Bu keyinchalik buni sindirib, yonidan shoxidan sindirib olib turib, qaytib ekkanimda mana shu ahvoliga keldi. Naryoqda ikkita turibdi koloniya. U ikkalasi bitta edi o'zi. Kallasi bir 5 ta dona kalla edi. 5 ta dona kalladan katta bo'lgandan keyin u yoqdan ajratilib yana ikkinchisiga ekildi. Ikkinchisidan mana shunaqa katta koloniya bo'ldi. Takже men bu efililar ham turi boshqacha. Ko'rayotgan bo'lsangiz, kichkina flajokda ham o'tib turibdi. Bu yoqda ham kichkina flajokda turibdi. Bu ham bir yarim yilda mana shunaqa ahvoliga keldi. Mana shunaqa edi, mana shunaqa ahvoliga keldi. Самое главное, akvariumdagi balans yaxshi bo'ladigan bo'lsa, podmena o'z vaqtida bo'ladigan bo'lsa, o'ziga yarasha minerallar o'z vaqtida har bitta element yetib boradigan bo'lsa, korallarga обмен veshesi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, hammasi o'z joyida bo'ladi. Hech qanaqa muammosi ham yo'q. To'g'ri, boshida bu hobbiga qiziqishimda juda bir qanaqadir absolyutno bir qiyinchiliklar bo'lgan, o'ziga yarasha sekin o'rganib, hammasiga tushunib olganingizdan keyin umuman hech qanaqa qiyinchilik ham bo'lmas ekan. Самое главное balans ushlab olish и o'shani поддерживать qilib turish. Temperaturani bilasiz, bizning klimat yozda juda issiq bo'lib ketadi, shuning uchun spesial chillerlar ham qo'ydirganmiz. Suvning temperaturasi bir xil bo'lib turishi uchun, o'zgarmasligi uchun. Necha gradus ushingiz? Постоянно 24-25 atrofida ushlanadi. Hozirgi paytda mana 24.8 ko'rsatib turibdi chillerda. Shu 25 o'zida normasida ushlanadi. Bir xilda yozda 26 bo'lib ketishi mumkin, chillerda ham kuchi bir xilda yetmasligi mumkin, но это уже не 28, 29 yoki 30 emas. Shuning uchun Quyosh tushadigan joyda turibdi-da akvariumingiz. Yozda qanaqa, qishda qanaqa quyosh tushishi? Yozda bu yoqqa unaqa quyosh tushmaydi. Mana shu qish boshlangandan keyin quyoshni yo'nalishi o'zgargandan keyin shu o'ng tarafidan akvariumga quyosh tusha boshlaydi. Shuning uchun u yoqni ko'pincha bekitib qo'yaman. Quyosh nurlari to'g'ridan to'g'ri tushmasligi uchun. Endi bitta qiziq savol tug'ilyapti-da. Akvariumingiz g'ayrioddiy, umuman toza-da, ya'ni telari ham, toshlarning ustida ham abrastayni o'tlar yoki o'simliklar o'sayotgani yo'q, sianosi yo'q. Hammaga qiziq savol bo'lishi mumkin. Filtratsiyasi qanaqa bu akvariumingizni? Agar iloji bo'lsa, filtratsiyasi ham bunaqa murakkab emas. O'ziga yarasha oddiy. Bu yerda shu klarisina ruloni qo'yilgan filtratsiya bo'yicha. И, естественно, skimmer turibdi. Max Spectorga. Sampizam juda ham aniq. Da, sampga oddiy. Da, sampga bitta banlares qo'yib qo'yganman, чтобы лишний мусор yig'ilmasligi uchun. И печенье qilib qo'yganmiz pastga ham специально. Это уже обязательно narsa emas, чтобы boshqalar ham ko'rib, men ham qo'yishim kerak degan ma'noga bormasin. Чисто просто tozalikni yaxshi ko'raman, shuning uchun toza bo'lib turgani yaxshi deb o'ylayman. Bu moment akvariumda. И mana ko'rib turibsiz, akvarium ichida ham toshlar bor, и pastda ham специально toshlar qo'yilgan. Biobloklar, biobloklar, чтобы bakteriyalarni
ushlab turish. Mana shu narsa ko'pincha katta rol o'ynaydi akvariumda, morskoy akvariumda, sababi balansni ushlaydigan shu bakteriyalar hisoblanadi, o'zingiz ham bilasiz. Klarisina ruloni taxminan necha kunga yetyapti sizga? Bu klarisina ruloni taxminan adashmasam agar 8 oy, 6 oyga ham yetadi. Sekin ishlab rulonni ham o'zimizdan shu bolalar tanishlar qilib berishadi. Bu menimcha o'zimizda Zafar akam Da, yasagan Zafar akanikida, Zafar akani produkti. Zafar akaga kattakon rahmat. Mana shu rulonlari bor, akvariumimiz mana shunaqa toza, chiroyli turadi. Agar mumkin bo'lsa, Da. kabel menejmentingiz. Bu yerda endi anaqalar, valnareskalar anaqasi turibdi. Обратный насос pompaniki turibdi. Anu datchik ko'rib turgan bo'lsangiz 549 uglekislый gazni ko'rsatib turadi. Xonadagi uglekislый gazi normada turibdi, ko'ryapsiz u ham. И pastda Max Spec'ni pulti. Endi anu yonida turibdi, pH o'lchab turadigan anaqasi datchigi sinib qolganligi uchun hozir o'chib turibdi. U prinsip menga уже praktiski kerak emas. Ko'z bilan hamma narsa ko'rinib turibdi o'zi. Hammaga beriladigan savollardan bittasi ko'pchilikni qiziqtiradi. Qanaqa qilib boshladingiz? Nima qiziqish sabab bo'ldi? Nima turtki bo'ldi morskoy akvariumga boshlashingizga? Kirib kelish tarixi to'g'risida qisqacha tushuntirib bersangiz zo'r bo'lardi. Kirib kelish tarixi umuman morskoy akvariumga Presnovodiydan boshlangan o'zi. Presnovodiydan boshlanganida bu yoqqa mana shu akvarium joyida 1 tonna 200 litrli akvarium turardi, sampo bilan birga. Hisoblaganda endi litrajini. Bu yerda основной Presnovodiyda Afrika baliqlar edi. U ham где-то bir 1 yilmi, 1,5 yil men boqdimda, keyin уже morskoy akvarium bizda do'konlari paydo bo'lib, BBK do'konlari paydo bo'lib, ochilib, ishlashni boshlagandan keyin уже morskoyga sekin qiziqishni boshladim. Morskoyga qiziqqanimda birinchi bo'lib bu akvariumni men oldim. Bu akvariumni bahosi adashmasam shu paytda 1,5 mingmi, shunaqa edi, 1,5 ming AQSh dollar edi. Podsvetkalarni ham yaxshisini olingan, sababi yaxshisini olishini sababi ham korallarni yaxshi o'stirish edi. Yaxshi vidni bu narsalarni hammasini ko'rish edi. Shuning uchun Radiondan 6-chi qo'yilgan, ana postavkalari ham bor, spetsialniy tegida setkalari ham bor. Valnareskalar bor bu yerda. Valnareska ham Jubavniki. Tursa bir $100 mi shunaqa edi, adashmasam shu paytda. Skimmer qo'yilgan, skimmer ham Max Spec'ga qo'yilgan edi. $400 atrofida. Clarisini ham ruloni где-то 400 atrofida edi. Unaqa katta расход emas, no kimgadir katta расход bo'lishi mumkin, lekin bir martalik qilinadigan расход o'zi. Keyinchalik bu расходga umuman qaytiladigan narsasi ham yo'q. Zato o'ziga yarasha chiroyli effekti bor, o'ziga yarasha bularning funksiyasi bor, olingan har bitta оборудование. Shuning uchun men o'ylaymanki, kim qiziqayotgan bo'lsa akvariumga, agar o'zi katta litrajda qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, yaxshi оборудованиеdan qo'yish maslahat beraman deb o'ylayman. Shuncha vaqt davomida taxminan qancha pul ishlatdingiz? Oyma-oy, oy xarajati, kundalik xarajat. Hammaga qiziq bo'ladigan savolni qanchaga bitadi? Oyiga qancha xarajat kutyapti mana degan savol. Xarajat endi faqat tuz olinadi. Tuzni ham men shu BBK dan olaman. 30 kilolik qopli tuzdan olsak, u ham где-то podmena bilan 60 litrdan bir oyda 3 marta yoki 4 marta bo'ladigan bo'lsa, 3 oy, 4 oylargacha yetadi u tuz. Bemalol. Boshqa yana qanaqa расход qilinadi? Расход faqat shu ovqat olinadi, ovqati ham bir 6 oy, 7 oyga yetadi baliqlar ovqati. Qilinadigan yana bitta расходim bor, o'sha Olfarif olganman. Olfarif ham katta yo'mkistligisini olganmiz. Uni ham shu litrajda 10 litr suvda tayinlab qo'yamiz. 9 litrga tayinlanadi, yo 10 litr bo'ladi o'pshi. 10 litrli suv ham где-то bir 6 oy, 7 oyga bemalol yetadi. Kuniga agar 10 millilitrdan ketgan taqdirda ham. Endi u har bitta o'sha akvariumni boshida test qilib, tekshirgan paytingizda qancha millilitraj talab qilayotganiga qarab turib, shunga qarab turib doza berishni programma qilib qo'yasiz, bo'ldi. Bunaqa katta расходlar yo'q. Основной korallar o'zi sekin-sekin o'saveradi. Koral o'sgandan keyin uni sotish mumkin.
yoki uni boshqasiga almashtirish mumkin. Любой hobbida ham o'ziga yarasha nima deydi, расходi bo'ladi. Uni расходi unaqa kolossalniy emas, lekin ko'plar keladi, ko'radi ichidagi оборудованиеlarni tushunmaydigan odamlar, Morskoy akvariumdagilar bu yerga rosa pul ketar ekan, u qilar ekan deb, bor niyati ham so'nib ketadi. Unaqa so'nmasligi uchun men постоянно tushuntiraman, qanaqa расходi bor, nimasi bor, unaqa. Lishni vaqt ham talab qilinmaydi. Shu 6 kunda bir marta ichlari ham tozalanadi. Естественно, qo'l bilan tozalab chiqariladi. Endi spetsial anaqalari bor, chiska qiladigan shotkalari bor. Bitta podmena qilinadi, bo'ldi. Mana shu tozaligi 6 kunliga bemalol yetadi. Keyin 6 kundan keyin yana bitta podmena mana shunaqa qilib har 6 kunda обслуживание и ovqat berishingiz kuniga 2 mahal bo'ldi. Boshqa unaqa talabi yo'q buni. Qiyin joyi ham yo'q. Ko'p safarda bo'lasiz-da o'zingizdan? Da, ko'p safarda bo'laman. Bir xilda uydagilar bo'ladi, uydagilarning o'zligi berishadi. Endi ko'rsatib qo'yganman qancha nima berish kerakligini. O'zim bo'lmagan taqdirda ham mana shu darajada turibdi akvarium. Самое главное, akvariumda bir xil narsalarni tez-tez bo'lishini kutish kerak emas, sabr qilish kerak. Hamma narsa o'zini sekin-sekin vaqt soati bilan yetishib keladi. Bu ham xuddi bir yosh bolani boqib olishdek gapda. Chaqaloq ham boshida nima edi, sabrli bilan qarab, mehnat qilib, ovqatini berasiz, katta qilasiz, boshqa qilasiz. Keyin u yo'g'iga u samostoятельный bo'lib oladi-yu. Bu ham shunaqa narsa akvarium ham. Faqat bunda sal proses chaqaloqga nisbatan tezroq o'tadi. Agar to'g'ri hamma narsani vaqtida qilsangiz. Endi boshlayotgan odamlarga maslahat bersangiz, o'zingizda bo'lgan va boshqa endi boshlayotgan odamlarga qilmaydigan xatoni 3 tasini aytsangiz, o'zingizni boshingizdan kechirgan xato. Tak, boshimdan kechgan xato, endi bu birinchi akvarium emas, bundan boshqa akvariumlarim ham bo'lardi, o'zimning ishxonamda ham bo'lardi akvarium. Bu yerda faqat akvariumda qumi bo'lardi. Pisok, белый pisok. Qilinadigan xato nima bo'ldi? O'zingiz bilasiz, 2 xil bakteriyalar bor, aerobni, neaerobni. Qum tozalangan paytda shu bakteriyalar spishka berib turib, butun akvarium nima deydi, nolga kelib qolgan edi. Boshqa akvarium edi. O'sha paytda shunaqa nima deydi, qanaqadir to'siqlar bo'lib qoldi jarayonda. Bu to'siqlarga qarab o'tirish kerak emas, любой to'siqlar bo'ladi u akvariumda, boshqada. Самое главное, to'siqlarga nima deydi, pozitivni qarab turib, oldinga ketirish kerak, xatolarni o'rganib turib, xatolardan to'g'ri chiqish kerak. Vaqtida podmena qilishsa, akvariumga to'g'ri qaralsa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi deb o'ylayman. Eng osoni shu, даже bu yerda nima edi, пресноводный undan oldin aytib o'tdim. Пресноводныйdan bunga o'tganim sababi ham bu endi koralli, baribir baliqlarning rangi ham, korallarning rangi ham ancha farq qilganligi sababli menga ko'proq bu Morskoy ma'qul bo'lganligi uchun Morskoyga o'tib bu bilan ishladim. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, 1,5 yil ichida shunaqa jarayon bo'lib turibdi. Unaqa qiyin joyi yo'q. To'xtab qolish ham kerak emas. Shunda birinchi maslahatingiz qumsiz akvariummi? Da, желательно qumsiz, chunki qum baribir по-любому 1 yil yoki 2 yildan keyin almashtirishingizga to'g'ri keladi. Har xil musorlar yig'iladi. Akvariumga tegi nima deydi, qumsiz bo'ladigan bo'lsa, birinchidan har bitta ko'rasiz, kirini boshqasini ko'rasiz, tozalab turasiz. Baribir u kir borib yig'ilib keraksiz elementlardan o'zidan ajratganda akvariumga bir noto'g'ri bir funksiyasiga ta'sir qilishi mumkin deb o'ylayman. Ikkinchi maslahatingiz vaqtida sifatli tuz. Sifatli tuz, обязательно sifatli tuz olish kerak. Har xil tuzlarni olish kerak emas, chunki hozirgi bozorda har xil tuzlar paydo bo'lgan. Kimdirlar eshitdim, shu yerda o'zida ham tayyorlashyapti, boshqa qilishyapti oddiy tuzdan. Shuning uchun sifatli tuz bilan ishlansa, sifatli tuz o'zini nima deydi, samarasini beradi. Har bitta elementi o'zining normasida bo'ladi. Shunga yarasha har bitta qilgan podmeningizda o'zingiz sekin sezasiz, korallaringiz qanaqa rangi undan ham kattaroq ochilib, o'zligi ham ochilish jarayoni undan ham yaxshilanishini o'zingiz ko'rasiz. Buni ham ana kecha o'zi podmena qilgan edim. Bugungi kunda mana shunaqa ahvolda turibdi. Tak, uchinchi xatoga keladigan bo'lsak, u xatoni boshidan to'g'rilash kerak. Xato emas, u to'g'ri настройка qilish kerak har bitta narsani. Elementarni, даже lampalarni ham настройка qilganingizda to'g'ri o'zini nima edi, programmalari bor. O'sha
ko'plar ishlatadigan programmalardan foydalanib turib, o'sha nastroykani lampani boshida qildingiz bo'ldi. Bu jarayonga umuman qaytib kelish kerak emas deb o'ylayman, chunki lampa bilan o'ynab bo'lmaydi. Bo'lgan mani tajribamda 1-2 marta eski akvariumda lampalarning svetini nima deydi, protsentini o'zgartirganimda korallarni kuydirib qo'ygan jarayonim ham bo'lgan. Shuning uchun bir marta nastroyka qilinadi bo'ldi, lampaga umuman tegish kerak emas. Также valniy reskaga ham techeniyani to'g'ri qo'yib olish, sababi techeniya agar to'g'ri bo'lmaydigan bo'lsa, kelgusida bir xil korallarni, даже ifili xamirlarim bo'lardi, surtib chiqarib yuborishi mumkin kojasini. U ham to'g'ri nastroyka qilib bir marta qo'yiladigan narsa bo'ldi, shu bilan tegish kerak emas deb o'ylayman. Mana shu основной nastroykani ikkita akvariumdagi bo'ladigan narsani qilib olsa odam, и естественно постоянно nima deydi, skimmerni, bachogini ham tozalab turish kerak, чтобы penlik yaxshi pena ishlab chiqarish uchun. Qolgan xato yana nima bo'lishi mumkin? Bir xil korallarni qo'yasiz, bir xil joyga qaraysiz, yaxshi ochildi. Bo'ldi, yaxshi ochilyaptimi, yaxshi turibdimi? Uni joyini o'zgartiraman, yana boshqa joyga qo'yaman deb tegib o'tirish kerak emas. Baribir har bitta joy almashtirganingizda baribir o'ziga yarasha qanaqadir stressga tushadi, boshqa qiladi. O'sha qo'ydingiz bir marta, shu joyda ochildi, boshqa bo'ldi, ketdimi, bo'ldi, o'zi ketaveradi. Самое главное, kattalashib koloniya bo'lib olishiga bitta nima edi, yo'l ochib bersangiz, o'zligi joyini topib, o'zi yaxshi bo'lib ketadi. Ruslan aka, Da. vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Sog' bo'lasiz. Ishlaringizga omad. Kanallaringizga o'sishda davom etishni tilab qolamiz. Rahmat. Turi ko'paysin. Vaqtingizni ajratganingiz uchun yana bir bor rahmat. Rahmat.